Barchaga assalomu alaykum. Bu Olam kanaliga xush kelibsizlar bola. Bugungi audio hikoyamiz Qora tun deb ataladi. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like bosishni esdan chiqmasin. Unday bo'lsa biz hikoyani boshladik. Yana bolalar aytgancha, bu videoni 18 yoshdan kichik bo'lgan insonlar bu videoni ko'rish qat'iyan taqiqlanadi. Agarda sizlar tayyor bo'lsanglar, biz hikoyani boshladik. 2023-yil kuz oylari edi. Og'aynimning tug'ilgan kuni bo'lib qoldi. Shuning uchun bizni shahardan uzoq bo'lmagan uni qishlog'iga yo'lga tushdik. Og'aynimning tug'ilgan kuni bo'lgani bois hamma ishlarimni yig'ishtirib, uni tug'ilgan kuniga, ya'ni sovg'a olishga harakat qildim. Va unga boshdan oyoq kiyimlar, kiyim-kechak, narsalar oldim. Og'aynimga narsa olishga mablag'im kamligi uchun unga faqatgina shim, ili oyoq kiyim oldim. Og'aynim-ku, xafa bo'lmas, qo'limda faqatgina shu keladi dedim. Birdan menga telefon bo'lib qoldi. Qarasam og'aynim: "Ey sen, kelyapsanmi tezroq? Biz meni ziyofat boshlayapmiz. Tezda bu yoqqa yetib kel" dedi. "Xo'p, hozir boraman. O'zi yo'lga chiqmoqchi edim" dedim. Va ko'chadan taksi ushlab og'aynimning qishlog'iga yetib keldim. Qishloqqa kelib og'aynimning uyiga kirar ekanman, ko'zimga bir narsa ko'rindi. Og'aynimning uyining eshiging tagida qandaydir eski kalit yotardi. Bu qanaqa kalit bo'ldi? Balki kimdir tushirib qo'ygandir deb cho'ntagimga solib oldim va ichkariga kira boshladim. Ichkariga kirsam hamma o'yin kulgi, vaqtini chog' o'tkazishardi. Oraga sekingina bildirmasdan qo'shilib oldim va og'aynimning oldiga borib, "Oshna, tug'ilgan kuning bilan" deb shim bilan krasovkani unga uzatdim. "Oshnam, rahmat, oborib bo'psan. Kerak emas edi, o'zing kelsang bo'ldi" dedi. Men esa, "Ya, nimaga xijolat bo'lasan? O'zi mablag'im shunga yetdi. Uzr olmalakin" dedim. Og'aynim: "Hech qisi yo'q, mayli bo'laveradi. Sovg'a uchun rahmat. Endi bizga qo'shil, kel bu yoqqa o'tir" dedi. "Ha, mayli" dedim. Stolda o'tirib biroz ovqatlandik, o'yin kulgi qildik, raqsga tushdik. Nihoyat kecham tushdi. Soati chamasam 1lar, 1:30 atrofida, kechki soat. Dadamdan rosa gap eshitaman ekanda dedim va taksi chaqirmoqchi bo'ldim. Aksiga olib, taksi ham bu paytda yurmas ekan. Og'aynalarim hammasida mashina bor edi. Bitta men yo'g'im. Hamma uyda tarqab ketdi va bir oshnam aytib qoldi: "Ey, sen qolib ketdingmi? Nima bo'la? Nima qilasan endi" dedi. Men bilmasam, taksi chaqirarman dedim. "Yo'q, unaqasi ketmaydi. Meni mashinamga chiq, men seni olib borib qo'yaman" dedi. Va mashinasiga men rozi bo'lib o'tirdim. Yo'lda ketar ekanmiz, har xil muzikalar va yo'lda gaplashib ketardik. Og'aynim menga aytib qoldi: "Sen buncha o'zi kech qolding, o'yin kulgini yarmini o'tkazib yubording-ku" dedi. Men esa, "Ha, jichcha ushlanib qoldim, kechirasan" dedim. Oshnam: "Ha, mayli, hozir seni uyingga tashlab, o'zim uyimga jo'nab ketaman" dedi. Men esa, "Ha, mayli, rahmat senga, sen bo'lmaganida nima qilardim" dedi. Oshnam: "Hech qisi yo'q, ishing tushsa menga telefon qilaver" dedi. Va oshnam aytib qoldi: "Seni mobil telefoning qani" dedi. Cho'ntagimga qarasam yo'q. "To'xtab tur, men senga telefon qilaman" dedi oshnam. "Jinnimisan, yo'ldasan, avtohalokatga uchramaylik yana" dedim. Keyin oshnam menga qo'ng'iroq qilishni boshladi. Qarshilik qilsamlar, u rulni bir qo'lda boshqarib, katta tezlikda menga telefon qilardi. Telefon chaqirdi, lekin javob kelmadi. Menimcha telefonda do'stim tug'ilgan kunida tushirib qo'ygan bo'lsam kerak. Endi qayta olmayman, ertaga olarman, mayli dedim. Oshnam: "Yo'q, to'xta, biz qaytamiz. Telefonsiz qanday qaytasan axir" dedi. "Seni ham obora qilib qo'yaman. Yaxshisi uyga tashlab qo'yaver, ertaga olaman" dedim. U esa: "Yo'q, jinnimisan, hech qisi yo'q. Bezin kelsin, lekin men seni tashlab qo'ymayman" dedi. Men: "Ha, rahmat senga" dedim. Va do'stimning uyiga qaytib ketdik. Va do'stimning uyiga yetib kelgach, do'stimning uyida hamma chiroqlar o'chiqligini ko'rdik. Menimcha ular uxlab qolishgan yoki yig'ishtirib charchab qolishgan. Shuning uchun balki uxlashayotgandir dedi oshnam. Desa, "Ha, mayli, bo'lmasa ketdik, men senga aytgandim, uyga ketaveraylik" deb dedim. Do'stim aytdi: "Ha, mayli, bo'lmasa ketdik" dedi. Va yo'lda ketar ekanmiz, oshnam uyqusi kela boshladi. U sharob ko'p ichib yuborgan edi. Shuning uchun ko'zida charchash, hali uxlag'is keladi va menga aytdi: "Ey, sen mashina boshqarishni bilasan-a?" dedi. Men: "Ha, bilaman" dedim. "Bo'lmasam sen mashinani minib ol, men biroz uxlab olaman. Men charchab ketdim" dedi. Men rozi bo'ldim va mashinani almashib oldik. Men esa rulga o'tirdim. Rulga ketar ekanman, o'rmonzorga o'xshagan bir haligi chekka joyga kirib qoldik. Yo'l tekis.
Lekin yo'ldan na mashina, na shovqin hech narsa eshitilmadi. Faqatgina qalin o'rmonni vidi, ya'ni qushlar chinqirishi, bo'rilar uvillashi eshitilib turardi. Va biz yo'lda ketar ekanmiz, ko'zim ko'rindi. Qarasam bir qiz to'g'rimizda turardi. Mashinani tezda to'xtatdim. "Ey siz, bu yerda nima qilyapsiz? Bu o'rmonda hech kim yo'q-ku. Nima qilyapsiz bu yerda?" dedim. U menga qarab aytdi. Iltimos, menga yordam bering. Mashinamiz buzilib qoldi. Men esa qolib ketdim shu yerda. Iltimos, meni shaharga eltib qo'yinglar dedi. Biz esa rozi bo'ldik. Mayli, mashinamga chiqing, faqat oshnam uxlayapti. Orqa o'rindiqqa chiqib o'tirib oling dedim. Keyin esa, "Ha, mayli, menga bo'laveradi." Orqaga o'tirdi. Va yo'lda ketishga davom etdik. Yo'lda ketar ekanmiz, aynakka qarab, qizga qarab qaradim. Bu qiz bu kechasi nima qilyaptikin? Qanday chiqib qoldi bu yerda deb xayollar o'tardi. Va shaharga yaqinlashay deganimizda unga gapirib boshladim. "Ey, siz bu yerlarda nima qilib yuruvdingiz o'zi? Tinchlikmi? Nimaga mashinalar buzildi?" deb gap so'radim. U esa, "Ha, bu yerda ishim bor edi. Men o'zi bu yerda ko'p yuraman" dedi. "Sizlar qayerlikisizlar?" dedi. "Biz shaharlimiz" dedi. "Ha, men ham aksiga olib shaharga ketmoqchi edim. Mashinamiz ham buzilib qoldi" dedi qiz. Keyin men unga aytdim, "Ha, hech qisi yo'q, mana men sizga eltib qo'yaman. O'zi mashinangiz qayerda?" dedim. Qiz jim bo'lib qoldi. Keyin men aynakka qaradim. "Sizga aytyapman, mashinangiz qayerda buzildi? Balki tortib olib borib qo'yarman" dedim. U qiz indamasdi. Keyin esa do'stimning telefoni jillab qoldi. Va do'stim telefoniga qarayman deganimda qandaydir sovuq ter bosa boshladi. Nima bo'lyapti o'zimga men ham tushunmay qoldim. Hamma yo'g'im muzlar, orqa o'rindiqda qandaydir sovuq narsa menga yaqinlashib kelayotganga o'xshardi. Oshnamning telefonini qo'limga oldim va gapira boshladim. Uni onasi ekan. Telefonni bo'shaydi, darrov ko'tardim. "Xola, xavotir olmang. O'g'lingiz men bilan. Hozir qaytyapmiz shaharga. Xavotir olmang" dedim. "Nimaga kech qolib ketdinglar? Tezroq qaytib kelinglar, ehtiyot bo'linglar" dedi. Biz rozi bo'ldik. Keyin esa men zerikib ketmas uchun radio qo'yishga qaror qildim. Radioda aytish bo'yicha ko'chada begona odamlar chiqsa, ularni mashinalarga o'tkazmanglar. Har xil yomon narsalar sodir bo'lyapti degan radioni eshitib qoldim. Va men ana qizda yana bir qaraganimizda qiz g'oyib bo'lib qolgan. Men o'sha joyda mashinani to'xtatdim va mashinadan tushdim. Bu yoqqa qaradim, qiz yo'q. Boshimni ushlab o'tirib qoldim. Shokda edim. Keyin esa o'zimga biroz kelgandan keyin mashinaga qaytib o'tirdim. "Do'stim, tur. G'alati narsalar sodir bo'lyapti" dedim. U esa, bor, ko'zim charchagan, uxlagim kelyapti" dedi. "Ahmoqmisan? Tur" dedim. U esa, "Ha, nima bo'ldi yana?" dedi. "Bir qizni mashinada chiqaruvdim. Sezdingmi?" dedim. "Yo'q, qanaqa sezish? Hech kim chiqqani yo'q mashinaga" dedi. Keyin aytdim. "Jinnimisan? Hozir sen uxlayotganda bitta qiz mashinamga chiquvdi. Avtohalokatga uchragan ekan ular. Chunki shahargacha duvdi, mashinamizga chiqarib oldik" dedim. Keyin esa, "Ha, unda qiz qani ahmoq" dedi. "O'zim ham bilmayman, qiz yo'qolib qoldi" dedim. Do'stim esa boshimga bir urib, "Sen rostdan jinni bo'lib qolyapsan. Qoch, men mashinani o'zim haydayman" dedi. Va rulni almashdik. Va keyin yo'lda davom etdik. Yo'lda ketar ekanmiz, qulog'imda qandaydir sovuq narsani sezdim. Orqamga tezkorlik bilan o'girildim. Ne ko'z bilan qarasam, o'sha qiz menga qarab, "Senlar bugun o'lasan" degandek qarab qo'ydi. Men esa vahimaga tushdim. "Ey, do'stim, mashinani bos. Bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Orqada nimadir bor" dedim. U esa seskanib ketdi. "Nimalar deyapsan, ahmoq" deb mashinani to'xtatdi. Orqaga qaraganimda hech narsa yo'q edi. "Ey, ahmoq, sen uxlab olishing kerak. Nima bo'lyapti senga" dedi. Men o'zim ham bilmayman, nimadirlar ko'zim ko'rinyapti shekilli dedim. "Og'aynim, ha mayli, tuzalib ketasan. Biroz uxlab ol" dedi. Men esa, "Yo'q, oshna, men hazillashmayapman. 2-3 martalab ko'rdim. Ular seni o'ldiraman deganni pichirlab qo'ydi qulog'imga" dedim. Keyin og'aynim ishonmadi gapimga. Yo'lda keyin yana davom etdik. Yo'lda davom etganmiz, yo'ldan yana o'sha qizni arvohimi yo bilmayman. O'sha qiz yana mashinamizni to'xtatdi. Do'stim u qizni nihoyat ko'rdi. To'xtat" dedim. Mashinani to'xtatdi. Mashinani zo'rg'a to'xtatib oldik va tushdik mashinadan. "Siz bu yerda nima qilyapsiz" dedik. U shu payt nimadir kelib do'stimni oyog'idan tortishni boshladi.
Men ham mashinadan tushdim. To'xta, nima bo'lyapti dedim. Do'stim esa qoch bu yerdan, qoch dedi. Keyin men mashinaga o'tirib yana qochib ketdim. Oshnamni nimadir tortib ketganidan qo'ynim g'ashdi va Bruzga telefon qilmoqchi bo'ldim. Lekin telefonda aloqa yo'q edi. Men bosib chiqib ketmoqchi bo'ldim va birozdan so'ng nimadir meni og'zimni qattiq orqa o'rindiqdan og'zimni nafas ololmaydigan qilib yopib qo'ydi. Men shundan ketdi va avtomashinamiz, ya'ni mashinamiz avariyaga uchradi. Keyin esa uyg'onganimda shifoxonadaman ekan. Menga nima bo'ldi? Do'stim qani dedim. Shifokor tishlaring, sizga turish mumkin emas deb meni jonimga yotkazib qo'ydi. Va men do'stim qayerda? O'zi menga nima bo'ldi deb savol berdim. Doktor esa menga qarab, siz o'rmonda avtohalokatga uchragansiz. Do'stingiz sog'-omon. Siz undan xavotir olmang. Do'stingiz sizni shu yerga olib keldi dedi. Nima dedim? Rulda ma'lum bo'lishicha, men rulda ketayotganimda uxlab qolganman va yo'lda turgan daraxtni payqamay unga borib urganman. U sodir bo'layotgan narsalar meni asli tushimda bo'lgan ekan. Men uni real hayot bilan adashtirib qo'yganman ekan. Shu bilan bugungi hikoyamiz tamom. Yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lishni esdan tushmasin. Bizni birinchi marta ko'rayotganlar obuna va like bosib qo'yinglar. Bundan-da qiziq videolar hali oldinda. Hammaga rahmat valloh.